Tayyorsizlar ha? Tayyorsizlar ha? Sekin razga olamiz. Xafa bo'lmanglar, internet chiqqandan keyin odamlar yomon sartaroshga bo'lyapti. Ha? Yo, bittasi telefon qilyapti. Bittasi telefon qilib kecha uka biletlar nechta pul bo'lyapti deydi. Shu 30 mingdan 300 minggacha, 300 ming oldida o'tirasiz, 100 ming o'rtada, 30 ming balkonda o'tirasiz, desam 3 minglik biletlaringiz ham bormi deydi. Men aytdim, bor aka dedim. Qayerda o'tiraman? Tashqarida Archanteyda. U qanaqa joy dedi. Unda o'tirasiz, konsertdan keyin odamlar chiqadi, olaman dedim. So'rab olasiz qanaqa bo'lganini. Ve u mayli bittasi Instagramda SMS yozyapti. O'g'il bola. Shalom Elmurod aka, men sizni muxlisman, sizni hurmat qilaman. Keyin achchig'im chiq aka, o'zbek biz nimaga seni sh deb yozyapsiz? Tam uzr og'zimda nosim bor edi deydi. Borda aka shunaqalar. Bittasi nima deydi? Elmurodjon, salomat, o'rtoqlarim. Tanidingizmi ana deydi. Yo'q, tanimadim desam, eslang, o'tgan yil konsert. Operatormi deysiz ham? 37-qatordan qo'l ko'tardim sizga deydi. Yomonda men aytdim, aka dedim, 4000 ta odam o'tiradi. Men sizni qayerdan taniyman desam, o'sha 4000 taning ichidan men seni tanidim-ku deydi. Oliy ma'lumotli farosat bo'ladi. Diplomli farosat. Bunaqa gapirmaslik kerak. 180 kilolik, bo'yi 2 metrlik qo'shnim bor. Mana shunday yuratdi. Bir kun tursam, Elmurod qalaysan? Aka, assalomu alaykum desam, "Men qara ko'cha-ko'yda ko'p yurasan, bir nochorroq odam bo'lsa, menga ro'para qilgan" dedi. "Nimaga?" desam, "Eskirib qolgan kiyimlarimni berib yuboraman" dedi. "Savob bo'ladi-da" dedi. "Aka" dedim, "Nochor odamni-ku bir narsa qilib topaman" dedim. 180 kilolik nochorni qayerdan topaman men? Siz unga kiyimlaringizdan emas, ya'ni yeyotgan ovqatingizdan, ishlatayotgan pulingizdan berishingiz kerak edi. Men to'g'risida bu anunga o'xshaydi, xuddi anu kam ta'minlanganlar uchun qurilayotgan dom tagiga mashina qo'yish uchun stanka ham qilishyapti-ku. Yo'q. To'g'rimi aka? Unaqa bo'lmaydi-da. Bittasi o'qimishli, farosati joyida bitta bola intervyu olyapti-da, birinchi savolni qarang. Elmurod aka, oilada nechta farzand katta bo'lgansizlar dedi. Endi men ham seryozni o'tirib olib, 3 ta o'g'il bo'lganmiz, akam, ukam, men desam, qiz yo'qmi deydi. Akam, ukam, men, aka desam, "Xo'p, bildim, qiz yo'qmi?" deydi. "Bilmayman, akam qiz bo'lsa kerak" dedi. Mashina sotganlar bor. Mashina olayotgani kelgan akalar tepib ko'rar ekan mashina. "Probegi halolmi?" deydi. "Bilmayman, cho'chqa go'sht qo'shilgan bo'lsa kerak" deydi. Yo'q, g'alati savollar berishadi. Keyin anu narsa zo'r ekan, reklamalarda ham ko'ryapsizlar, 3 oyda ingliz tilini o'rgatamiz degan. Ko'ryapsizlarmi? 3 oyda ingliz tili mumkin emas. 3 oyda mumkin. Bu xuddi anu yaxshi qiz menga tegsiz 3 oyda tug'asiz degan edi. Mumkin, kami 9 oy ketadi ingliz tiliga o'rganish uchun. Anaqa narsa bor ekan, telefonda gaplashsa, bo'lar bo'lmas gaplarni gapiraverma, eshitishadi. Har xil gaplar gapiraverma. Qayerdan eshitishadi siz? Amerikadan, Pentagondan. Men shuni to'g'ri deb tasavvur qilaylik-da. Xo'p, eshitadi deb tasavvur qilaylik-da. Mana tasavvur qilinglar-da. Bo'lishi mumkinmi? Pentagonda bilasizlarmi kim o'tiradi? Amerikan prezidenti Jo Bayden o'tiradi-da. Men hech tasavvur qila olmayman. Ertalab ishga kelib, Elmurod Tulachi nima deyapti ekan? Demasa kerak. Xo'p, Google переводda nimadirlarni tushunib o'zbekchaga tarjima qilishi mumkin. Mayli, unaqa bo'lsa, ashaqdan mashaqqani qanday tarjima qiladi Google? Aqabaqani qanday tarjima qiladi? To'g'risida aka. Men masalan unaqaga ishonmayman. Lekin jentra minadiganlar bormi? Askarlarga kelib qoldi. Katta bolalar bormi? Jentrasi borlar. Malades. Katta bolalar. Malibu minadiganlar bormi? Necha? Bora? Yomon ekan. Jentrachilar xafa bo'lmanglar. Aytdim-ku, guruch ichida bitta bo'ladi-da. Svetoforda tursam, oldimga bunday jentra keldi-da. Oynasini tushirib, "Assalomu alaykum aka" desam, "Aka" desam, "Svetoforgacha bosishamizmi?" deydi. "Malibu bilanmi?" desam, deydi. "Qana bo'lar ekan aka?" dedim. "Bu Malibu. 350 ta ot kuchi.
Sizda patolog 80 ta ot kuchi edi. Siz yo Moskvich yo kombi bilan bosishingiz kerak edi. Sen nima deyapsan dedi. Malibu bar bilan Malibu rol qo'ydirganman dedi. Gentrani orqasiga Malibu Premier Bru minnasa turbo deb yozib olibdi. Aytdim, aka buni orqasiga Boeing plus Tesla yozsangiz ham foydasi yo'q dedi. Malibu'ni kuzovini qo'ysangiz ham mana o'tib ketadi-da, chunki motor 3 ta aka. Bu gazga oyog'ingiz tez o'tib ketadi-da undan. Qo'rqayotgan bo'lsangiz qo'rqyapman deb qo'yavering dedi. Xo'p, qanchadan o'ynaysiz sizdan? 500 dollardan. Svetoforgachami? Ha, davay aka. 1 2 3 qildida aka telefon qilyapti. Ha, polvon, Gentrani bu dedingiz. Svetofordaman dedi. Men aytdim, aka hozir dushda edim, chiqib qo'raman. Yo, anu nima? Yo, unaqa bo'lmaslik kerak-da. U Gentra minadiganlarga ham minus olib kelib qatdi, unaqalar. Yo, Malibudan o'tib ketaman deb Gentra xayol qilishi bu ani osh o'rniga atalarning ustiga qazi bilan bedana tuxum qo'yib yedirgandek gap-da. Bizda oxirgi payt juda sodda odamlar ham ko'payib ketyapti. Xafa bo'lmanglar-ku. Bahodir bor yonimda yuradigan. Sochlari uzun, jingalak kal. Mashi bola tatuvni bitirganda, magistratura mutaxassisligi IT ishlaydi. Telegram, Facebook, Instagramga o'xshagan platformalarni yaratish kerak-da. Mutaxassisligi shu-da. Telegramdan SMS kelibdi. Alisher Ismonovni bir qism merosini bir qismiga ega bo'lishni xohlasangiz, start tugmasini bosing desa, paqqetni bosib 16 million pulini yetishyapti. Prezident 650 mingdan bola pul tarqatyapti, birda jo'nating desa, er-xotin o'tirib jo'natishdi. Sanlarda bola yo'q o'tsam. Aka, nima qilay? Bunaqa sodda bo'lmanglar. Bu kiber jinoyat bu. Yana bitta narsani bilaman. Men masalan Amerikaga borganlar biladi. Amerikaga borsangiz, Instagram kirsangiz, amerikalik bolalarni videosi rekomendatsiyangizda chiqib keladi-da. Asosan ulardan ushbu top 3 ta kinoni ko'ring, hayotingizni o'zgartiradi. Ushbu 3 ta kitobni o'qing, hayotingizni o'zgartiradi. Agar Rossiyaga borsangiz, Rossiyada asosan life hacklar. Siz agar mana bu uyni mana bunaqa qilib qursangiz, bunaqa. Lekin men qo'rqadigan narsa chet elliklar bizga kelib Instagramga kirib qolmasin-da. Bilasizmi ularda nima chiqib keladi? Agar bizga kelsa, chunki ular bizni Ibn Sino, Buxoriy davlati deb o'ylaydi-ku. Biz Instagramga shu kirganda birinchi gap videodan ma'lumda, shu kirishiga kimga 50 mingdan 100 minggacha obunachi kerak desa, men o'z gift konkursimga start berdim. Ikkinchi videoga bunday o'tkazsa, birinchida turgan bola sizni yaxshi ko'radi. Yana bunday o'tkazsangiz, tez kunda garantni uramiz, do'stlar, shoshilamiz, homiylar, sponsorlar, gift konkursga start. Bunday o'tkazsangiz, Izabella? Izabella? Bezovta, ko! Bunday o'tkazasizda, do'stlar, shoshilamiz, gift konkursda joylar oz qoldi. Bunday o'tkazasizda, ming so'mdan akajonlar. Bunday o'tkazasizda, payzillama naqacha kelgan. Aka, mana shu chiqib keladi. Ular bizni boshqacha tasavvur qiladi-da, chet elliklar. Lekin endi TikTokga kirsa, endi TikTokni bilasizlar. Men TikTokga kirmaydiganlarga tushuntiraman, xola. Internetni maktab deb olsak, mana bu platformalar, bular fanlar. Masalan, Facebook falsafa. Tushunmaysiz, lekin like bosgingiz kelaveradi. Instagram ximiyaga o'xshaydi. Hamma o'zicha bir nimalar qilmoqchi bo'ladi. TikTok opa hojatga chiqib kelaveraymi deb boradi-yu. Dek kirsangiz hamma like bosib tashlagan, podpiska tashlagan bo'ladi. Ha? JM deb yozilgan joy bor-ku. Boshida M bo'ladi, hamma zo'r bo'ladi, keyin J bo'lib ketib, boshqa. Demoqchi bo'lganim, internetdan to'g'ri foydalanish kerak, lekin bizni onalar, opalar xafa bo'lmanglar, lekin bizda yer qimillasa, ayol kishining haqiqiy miyasi namoyon bo'lar ekan. Yaqinda yer qimilladi-yu, 1.7 ballmi qimilladi-yu. Xotinimning asl miyasini ko'rdim-da aka. Boshqa miya ekan bu. Aka,
yer qimillayapti, 3:30 sahar. Qo'rqib ketib, xotin tur yer qimillayapti, ko'chaga chiqamiz desam, chiqmay qo'yavering deydi. Nimaga desam, qo'shnilar chiqmabdi deydi. Qo'shnilaring bilan nima ishim bor? Sani dedim, chiq, kerakli narsalarni ol, bo'l desam, kerakli narsalarni qarang. Ployka, zaryadnik, qosh kiprik qo'yadigan, bo'yadigan. Men bolalarni olib ko'chaga chiqib ketdim. Ishonasizlarmi? Yer qimillaganda qoida bor ekan, 3 minut bilan 6 minutda xavfsiz joyda bo'lishingiz kerak ekanda. 15 minut bo'lyapti ham xotin ko'chada basda. Endi yaxshi ko'raman, sevaman, bolalarim onasi, o'zi ham shatda keyin qaytib kirdim. Qaytib kirsam, opa mashinada turibdi-da. Nima, chiqmayapsan desam, yangi o'ylaymi topolmayapman. Hozir meni uy og'ani edi desam, ertalab uy tozalavdim ha deydi. Farosatda bu. Yer qimillayotganda rashk qilmaylar, opalar. Yer qimillab odam o'laman deb turibdi, telefon jiringlayapti. Shu telefon kerak edi, hozir tezlash desam, kim ana deydi. Bilmayman, ketdik ko'chaga desam, oling, gromkaga qo'ying. Voy dedim-da, bismillah turib. Shuni olsam, o'chashib, "Yomrot aka, assalomu alaykum" deydi. Gapirib ulgurmay xotin tushib qol. Va menga qarab plos dedi. Erimga telefon qilmagin deb 15 minut bitta nafasda tutilmasdan, bitta so'kingan so'zini qaytarmasdan opalar. Bezaksent. Milliy qarg'ishlaringiz bor-ku? Ana klassik so'kinishlaringiz bor-ku? A bilan boshlanib turib, J ga olib kelib turib, F bilan aylantirib turib, oxirimda Q bilan tugatadigan so'kinishlaringiz bor-ku? So'kinayotgan payt eshik taqilladi. Bitta o'tsam, "Qiz, kimsiz?" desam, "Men damko'mlaringizni qiziman. Onam aytdi, hammani uyg'otdi. Ana xotiningizga ayting, chakagini o'chirsin." Keyin men aytdim, dedim. "Nima bo'lmaydi" dedim. Keyin xotin nima deydi? "Dadasi" deydi, "yer qimillaganda" deydi. Mushuk bilar ekan. Uyimizda Xudoga shukr mushuk bor. 17 minut mushuk qidirdim. Derazani ochsam, tashqarida saskanilik ko'chani mushuklarni sigaret chekib o'tiribdi-da. Unaqa payt taragan ham chiqib ketadi-da. Endi iloji yo'q, uyda ichidan, "Menga qara" desam, "Menmi" deydi. "San" desam, "Ke o'zing?" "Yer qimillayapti, ko'rmayapsanmi" deydi. "Qayerdan bilyapsan" desam, "Землетрясениyadan 5 ga o'qiganman" deydi. Hozir yer qimillayapti, nima qilaylik desam, "San xaladiniga kirib ol" deydi. "Sani topishguncha muzdekkina turasan, qoning ham to'q turadi." "Xotin nima qilsin" desam, "Xotin uyda ustunining oldiga tursin" deydi. "Eshitdingmi xotin" desam, "Xotin oldimga kelib turib ol" deydi. "Nima qilyapsan" desam, "Uyimiz ustuni sizsiz." Rahmat. O'shanchima doim ilohim yer qimillamasin ekan bizda. 1,5 balga shuncha panika, opa.